Toshkentda turib, Londondan eng zo'r supermarketidan shunaqangi zo'r xaridlar qildimki, videoni oxirigacha ko'rsanglar, nimalar olganim, qanaqa qilib O'zbekistongacha yetib kelgani haqida batafsil tushuntirib beraman. Birinchi Tesco'ning onlayn saytiga kirib oldim. Qarasam, shunaqangi ko'p narsalar borki, butun O'rizor bozorini elektron shaklida kiritib qo'yganga o'xshaydi. Chunki u yerda oziq-ovqat mahsulotlari, shokoladlarning har qanaqa turi, uy uchun jihozlar, elektronika mahsulotlari, kosmetika, vitaminlar, nima xohlasangiz hammasi bitta saytda jamlangan. Mana shuncha narsani ichiga kirib qolganimdan keyin nima zakaz qilishni juda ham o'yladim. Biznesim va farzandlarim uchun oziq-ovqat mahsulotlaridan xarid qilib ko'rmoqchi bo'ldim. Birinchi chet el blogerlarining videolarida chiqadigan Bounty, KitKat, Smarties, Terry's tuxum shaklidagi shokoladlardan sotib oldim. Buyurtma qilishga qildim, lekin bular sinmasdan yetib kelarmikin deb o'yladim. Mana ko'rib turganinglardek, hammasi ideal darajada yetib kelgan. Xaridlarim ichiga Toblerone shokoladlaridan, Tetley choylaridan ham qo'shishni unutmadim. Yana eng zo'r tomonini aytaymi, bu saytdan shakarsiz bo'lgan shirinliklarni, halol sertifikatga ega bo'lgan marmeladlarni ham menga o'xshab xarid qilib olishingiz mumkin. Xaridlarim ichida digestive va pechenyesini ko'rdinglarmi? Mana shu pechenyeni yeb ko'rsanglar, boshqa pechenyelarga qaramay qo'yasizlar. Shuning uchun mana katta pakidan savatimga soldim. Xaridlarim ichida eng yengili bo'lgan ananas, shaftoli va yana boshqa mevalarni shunaqa qadoqda ishlab chiqarilgani bo'ldi. Bitta o'ramida 4 ta bo'lar ekan. Qanaqa chiqarkan deb ananasligi va shaftoliligidan ko'rayotgan mahsulotlaringlarni onlayn buyurtma qildim. Parcel kargo bo'lsa, o'zim bozordan olib kelgandek hamma narsani butun chiroyli holda yetkazib berdim. Sizga ham Londondan xarid qilish qiziq bo'lsa, izohlarda bozor so'zini yozib qoldiring. Sahifamizga obuna bo'lib, keyingi videolarni kuzatishni unutmang.